videoda biz mana shunday qamoqxonadan qochishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying. Ana unda biz videoni boshladik. Bu yerdagi darslar shunda versiya kaçarlik çok gerek. Çok ve kirka tayyor. Bir yerdan ketsek ham bo'ladi. Faqat endi 10 yil kutamiz. Va lekin biz bu yerdan haqqoniy qochib ketishimiz kerak. Hozirgacha bir marta parkur meni eng yomon ko'rganim deyarli. Hozir yiqilib tushardim. 100%. Menimcha mana shu yerdan tushishimiz kerak. Nima bo'ldi bu? Texnik nosozlik. Mana buni sindiramiz. Okey, do'stlarim kutib turibdi ekan bu yerda. Yaqin do'stlarim. Ularni kim bilan urishadi? Ayni sezirda yaramaslarga bir gaplar. Va to'chqon. Kichkinalar yomon. Yo'q, kichkinalar meni o'rganishadi. Men bu qamoqxonada qochib keta olamanmi o'zi bo'lgan nimaga sandoqni to'g'ray dedim. Yo'q. Menimcha sen so'nggisan. Sen bilan qo'lda kurashib qolaman. Mana do'stlar, video ham tamom. Biz bu qamoqxonadan qochib ketdik. Videoga like bosib, kanalimizga obuna qo'yinglar va xayrlashamiz.